Bilyapsizmi, ko'p do'stlar problemada yashayapti. Muammoda yashayapti. Ikki do'st shunaqa vaziyatda bir-biriga qanday yordam berishi mumkin? Bitta savol noto'g'ri. Yo'q, yordam beryapti, bir Yo'q, xillar. umuman savol negizi noto'g'ri. Chunki solih do'sti bor odam muammoga kirmaydi. Bosh problemaga kirmaydi. Ha. Tang holatga tushmaydi. Nimaga? Chunki uni do'sti solih-da. Solih do'stlar. Birorta do'st ko'rganmisiz do'stini zulmatga boshlaganini? Birortasini ko'rganmisiz bir-birini cho'qqa itarganini? Haqiqiy do'sti bor odam problemaga kirmaydi. Problemaga kiryaptimi, demak bilingki atrofidagilar do'st emas. Chunki solih do'stning vazifasi bilingki, bizni tushunchamizda bir narsa shakllanib qolgan, muammoli vaziyatda kerak bo'ladi deydi do'stlar. Problemali vaziyatda kerak bo'ladi, ish yo'q, unaqa emas. Do'st nima uchun kerak? Problemaga tiqilmasligi uchun kerak. Ha. Tushunib olish kerak-da. Do'st nima uchun kerak ekansa, problemaga yetib bormasligi uchun. O'ta chuqur bor ekan desa, o'sha chuqurga bormadi, ogohlantirish kerak do'stlar. Chuqurga tushib ketganda yordamga keladigan do'st haqiqiy do'st emas. Tushundingiz endi? Tushunarli. Bitta savolni siz berishingiz kerakki, solih do'stlar, do'sti bor odam problemaga kirmaslik uchun nima qilish kerak desa, to'g'ri do'st tanlash kerak. Birinchi o'rinda. Bo'ldi. Erkak kishi ikkita narsani to'g'ri tanlasa omadi yaxshi keladi. Birinchisi shu solih do'st. Do'sti yaxshi bo'lgan erkaklargina hayotda omad quchadi, zafarlarga erishadi.